siz korxona rahbarisiz, siz aynan quyidagi muammolarga tez-tez duch kelib turasiz. Rejalashtirish yo'qligi, resurslar yo'qligi va xodimlar nazorati yo'qligi. Keling siz bilan bugungi videomizda mana shu muammolarga yechimlarni ko'rib chiqamiz. Men Abduvahob Najmiddinov 8 yillik ishlab chiqarish tajribasiga ega bo'lgan Odo ekspertiman. Keling bu muammolarni sizlar bilan birgalikda ham videoda ham nimada ko'rib chiqamiz. Quyidagi videoda ko'rishimiz mumkinki, korxona rahbari doim stressda, ya'ni quyidagi muammolar bilan kurashish bilan har kun band bo'ladi. Xo'sh, bunga yechim qilib nima berishimiz mumkin? Biz aynan Odoni taklif qilamiz. Video davomida mana shu muammolarga birma-bir yechimlarni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, deylik, sotuv menejerlaringiz bir vaqtni o'zida 3 ta mijoz bilan shartnoma qilishga erishdi. Ya'ni har bitta mijoz uchun mana videoda ko'rishimiz mumkinki, buyurtma miqdorining soni har xilligi va buyurtmani birinchi mijozimiz 5 kunda, ikkinchi mijozimiz 3 kunda va uchinchi mijozimiz 7 kunda yetkazib berishni talab qilyapti. Xo'sh, bunga yechim qilib nima beramiz? Albatta, mijozdan buyurtma olingandan keyin ishlab chiqarishga to'g'ridan-to'g'ri zakaz beriladi. Aynan shu zakazni Odo yordamida planning funksiyasi bor. O'sha funksiya yordamida biz bu zakazlarni sales menejerlar tomonidan ketma-ket qilib joylashtirishimiz mumkin. Ya'ni siz korxona rahbari sifatida qaysi buyurtma, qaysi etapdaligini bitta platforma yordamida bemalol kuzata olasiz. Video davomida ko'rishimiz mumkinki, sotuv menejerlari buyurtmani muvaffaqiyatli qabul qilgan. Buyurtma sotuv menejerlari yordamida qabul qilinadi va bu buyurtmani biza aynan Odo MRP'da, ya'ni Odo Manufacturing modulida qanday ko'rinishini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Deylik, mana shu ichimlikni Fresh Drinks degan korxona ekan, ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi, ya'ni salqin ichimliklar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Xo'sh, har bitta mahsulotning donasi va unga qanchadan xomashyo ketishligini Ododa siz bemalol kuzatib olasiz. Ya'ni bitta mahsulot uchun kalkulyatsiyani kiritasizda va keyingi buyurtmalaringizda siz uchun deylik 50 ta, 100 ta kabi mahsulotlarning donasi uchun o'sha kalkulyatsiyaga mos ravishda sizni omboringizdan komponentlarni ayirib beradi. Biza bu oynada nimani ko'ramiz? Ishlab chiqarishni, mana limonadni misol uchun birinchi mijozimizga yetkazib berish uchun vaqtlarni ko'rishimiz mumkin va ikkinchi mijozimiz uchun xuddi shunday uchinchi mijozimiz uchun ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ishlab chiqarish mana deadline asosida ishlaydi. Ya'ni buyurtmalar o'z vaqtida ishlab chiqarilishi ta'minlanadi Ododa. Mana videoda ham ko'rishimiz mumkin. Ododa aynan xuddi shunday planning funksiyasi bor, ya'ni ishlab chiqarishingizni sizga rejalashtirib beradi. Xo'sh, bu rejalashtirish nimaga asosan bo'ladi? Deylik, siz bir dona salqin ichimlikni ishlab chiqarish uchun ketadigan vaqtini taxminiy yoki aniq vaqtini bilsangiz, Odo o'shani bir nechta siz istagancha, misol uchun 1000 dona, 2000 dona mahsulot uchun o'zi avtomatik tarzda hisoblab, ya'ni o'zini o'sha planning funksiyasi yordamida bizaga zakazni umumiy vaqtini hisoblab beradi. Xo'sh, ishlab chiqarishga buyurtma qanday yoziladi? Mana deylik, limonadni, mana bu kola deylik, kolaga o'xshagan mana ichimligimiz bo'lsin yoki apelsinli mana fantaga o'xshagan ichimligimiz bo'lsin, ishlab chiqarishga quyidagi tarzda zakaz yoziladi. Mana sotuv menejerlarimiz yoki ishlab chiqarish bo'yicha mutaxassislarimiz ishlab chiqarishga buyurtmani yo'naltiriladi. Ya'ni buyurtmani soni yoziladi va u tasdiqlanadi. Ishlab chiqarishga yo'naltiriladi. Undan keyin mana xodimlarimiz, har bitta xodimlarimiz ishlab chiqargan miqdorini kiritadi va uni stanoklarimizning foizlari chiqadi va qancha vaqtda tugashini bemalol ko'ra oladi. Deylik, qaysi vaqtda boshlab, qaysi vaqtda tugashligini bemalol ko'ra olish imkoniyati bo'ladi tizimda. Xo'sh, Ododa menga yana bitta eng yoqadigan jihati bor. Ya'ni siz datalaringiz bo'lsa, istalgancha ma'lumotni istalgan periodda, ya'ni 1 yillik bo'lsin, 1 oylik, 1 haftalik, 1 soatlik, misol uchun oraliqni o'zingiz kiritishingiz mumkin, istalgan narsani ko'ra olishingiz mumkin. Ya'ni deylik, xodimlaringiz qancha vaqt ishladi mana shu davr mobaynida yoki bo'lmasa necha dona mahsulot ishlab chiqara oldi, aynan Ododa siz shu narsani kuzata olasiz.
xodimlaringizni ishlagan soatiga qarab yoki bo'lmasa ishlab chiqargan mahsulotiga qarab siz bemalol ularga oylik maoshni belgilay olasiz va bu sonlarni siz xohlasangiz Excelga, xohlasangiz Odoni o'zida hisoblab ularga oylik hisob kitobini qilib bera olishingiz mumkin. Va ko'rishimiz mumkinki, har bitta xodimning samaradorligini ham kuzatish imkoniyati bo'ladi. Va ishlab chiqargan mahsulot donasini deylik, istalgan xodim kesimida, istalgan kun bo'yicha, istalgan yil o'sha davr mobaynida siz kuzata olishingiz mumkin bo'ladi. Ishlab chiqarishda 8 yil mobaynida ishlagan bo'lsam, bizada ham aynan xuddi shunaqa muammolar bo'lib turgan va bunga yechim biza uzoq vaqt davomida qidirganmiz. Ya'ni qay tarzda hamma modullarni ishlab chiqarishni, sotuvni, omborxonani o'zida jamlagan tizim topishga qiynalganmiz va bunga yechim sifatida biza Odoni keyin joriy qilganmiz. Odo joriy qilingandan so'ng ishlab chiqarishda deyarli xatoliklar kuzatilmadi. Biz o'zimiz ham mijozlar bilan suhbat davomida mijozlarimiz shu narsani ko'p ta'kidladilar. Ya'ni ishlab chiqaruvchi bo'lgan mijozlarimiz aytaylik, bitta detalni yasab keladida, qaysidir etapga kelgandan keyin nimadir xato ketganligini bilib va yana o'sha detalni orqaga qaytarib 3-4 kun yana o'sha detal ustida ishlagan holatlarni ham biz ham mijozlarimizdan ko'p marotaba eshitganmiz. Sizda ham ishlab chiqarishda aynan shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, bizga aloqaga chiqing va sizlar bilan birgalikda Odo joriy qilamiz.